Assalomu alaykum, men doktor Boboy. Bugun sizlar bilan tez qaytalanib turadigan buyrak og'riqlarida qanday tekshiruv ishlarini amalga oshirish kerak va qanday davolash kerak, shu haqida gaplashib o'tamiz. Ba'zi bemorlarda buyrak og'riqlari demak tez qaytalanib turadi. Demak, buyrak og'riqlarida eng avvalo buyrak siydik analizlari, umumiy peshob analizi hamda UZI amaliyotini amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Har qanday buyrak og'rig'ida. Peshob analizida peshob xiraligi, unda bakteriyalar, epitellar bor yo'qligi, tuzlarning miqdori, tuzlarning qanaqa tuzlar bor yo'qligi aniqlanadi. Demak, peshobda agar xira, peshobda bakteriya epitellar aniqlanadigan bo'lsa, demak darrov peshobni bak laboratoriyada ekib ko'rish kerak bo'ladi. Bak laboratoriyada demak qaysi antibiotikga nisbatan sezgilik aniqlanadigan bo'lsa, o'sha kerakli antibiotik bilan davo muolajasini amalga oshirish kerak. Agar peshobda epitellar, ya'ni qon izlari aniqlanadigan bo'lsa, demak bu katta ehtimol bilan demak ayollarda bo'lsa oy ko'rish hisobiga bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam oy ko'rish bilan bog'liq bo'lmaydigan bo'lsa darrov UZI amaliyotini amalga oshirish kerak. Bu narsa siydik yo'llarda tuzlar hisobiga, toshlar hisobiga yoki bo'lmasam har xil hosillar hisobiga peshobda demak eritrositlar kelib chiqishi mumkin. Eritrosit aniqlanadigan bo'lsa. Demak, UZI amaliyotida nima ko'riladi? UZI amaliyotda buyrakning razmerlari ko'riladi. Buyrak sohasida tuzlar, toshlar yoki birorta hosillar bor yo'qligi, siydik yo'llarda, siydik qopida hosillar bor yo'qligi, toshlar tiqilgan yoki tiqilmaganligi aniqlanadi. Demak, UZI amaliyotida siydik yo'llarda, siydik qopida demak toshlar yoki hosillar hisobiga siydik yo'l to'siq bo'ladigan bo'lsa, buyraklar kattalashib, gidronefroz kelib chiqishi hisobiga buyrak og'rig'i bemorni bezovta qilishi mumkin. Endi biz peshob analizini ekib, kerakli antibiotik bilan davo muolajasini olib boramiz. Birinchi navbatda UZI amaliyoti bo'yicha demak buyraklar tekshiriladi. Tosh bo'lsa toshlar demak eritish yo'li qilinadi. Urolog bilan maslahatlashgan holatda tuzlar bo'ladigan bo'lsa, tuz haydovchi demak urolitiklar ishlatiladi. Demak, kerakli davo muolajasini amalga oshirgandan keyin ham agar buyrak og'rig'i bemorda saqlanadigan bo'lsa, ya'ni yoki bo'lmasam yana qaytadan buyrak og'rig'i kelib chiqadigan bo'lsa, demak bu og'riqning asosiy sababi buyrakka keladigan adashgan nerv hisobiga, adashgan nervning qisilishi hisobiga kelib chiqadi. Ya'ni normada buyrak ham barcha qorin bo'shlig'i sohasidagi organlarga o'xshab ikki xil nerv bilan, ya'ni simpatik va parasimpatik nerv bilan innervatsiya qilinadi. Ya'ni parasimpatik nerv bu adashgan nerv. Adashgan nerv normada buyrakning normal qon aylanishini ta'minlab beradi, normal holatda siydik hosil bo'lishini ta'minlab beradi. Buyrakdagi pH muhitini normada ushlab beradi. Simpatik nerv sistemasi aksincha bu teskari ishlaydi. Ya'ni buyrakda qon tomirlarini toraytirib, siydik hosil bo'lishini ham pasaytiradi. Ikkinchidan buyrakda og'riq chaqiruv, qon aylanishini pasaytirish hisobiga og'riq chaqiruvchi mediatorlar ko'payib, doimiy ravishda bemorni buyrak og'rig'i bezovta qilishi mumkin. Xo'sh, adashgan nerv qaysi sohada qisiladi? Buyrak bizni qorin orti sohasida joylashgan, ya'ni qorin parda orti sohasi, retroperitoneal a'zo bo'lganligi hisobiga demak adashgan nervning orqa tomonga, ya'ni qorin orti sohasiga boradigan nuqtasida ko'proq qisiladi. Bu asosan birinchi qovurg'aning bo'yin va birinchi ko'krak umurtqalariga tutashadigan nuqtasida ko'pincha fiksatsiya kelib chiqadi. Shu fiksatsiya nuqtasida adashgan nerv qisiladi. Demak, bu qaysi nuqta? Bu nuqta bo'ynimiz bilan yelkamizda bo'ynni yelkaga o'tadigan nuqtasida joylashgan. Xuddi shu sohaga demak barmog'imiz yordamida chuqurroq ichkariga qarab kirib boramiz, ichkariga qarab bosib boramiz. Demak, ko'rsatish uchun ko'rsatib o'taman mana. Bo'yinning yelkaga o'tadigan nuqtasida. Xuddi shu nuqtani demak bosh barmoq yordamida pastga qarab bosiladi hamda bemor ko'krak bilan nafas oladi. Bunda ko'krak bilan nafas olganda ko'krak ko'tarilishi hisobiga barmog'imiz birinchi qovurg'aning umurtqaga tutashgan nuqtasiga yetib boradi. Va natijada fiksatsion nuqtada qisilgan adashgan nerv bo'shashadi. Demak, bu narsani 30 sekund 1 minut davomida bajaramiz. Mana qo'lim, barmog'im turibdi. Xuddi shu barmoqni bo'yinning yelkaga o'tadigan nuqtasiga joylashtiraman va chuqur nafas olib chiqaraman. Bunda barmog'im birinchi qovurg'ani umurtqaga tutashgan nuqtasiga yetib borishi hisobiga shu nuqtadagi fiksatsion nuqtada qisilgan adashgan nerv bo'shashadi va natijada qaytalanib turuvchi hali yengillashmagan buyrak og'rig'i tezda bartaraf bo'ladi, yo'qoladi. Ya'ni adashgan nerv funksiyasi qayta tiklanadi hamda og'riqlar tez orada yo'qoladi. Qaysi tomonlama buyrak og'rig'i bezovta qiladigan bo'lsa, shu nuqtada barmoq bilan demak fiksatsion nuqtani bosishimiz kerak bo'ladi. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar.